Assalomu alaykum. Mana video film qilyapsizmi? Mana og'aylarim keldi. Sizlarnikiga. Dil so'zlarni qo'shib ayting. Mana ikkalasini qo'l, mana ikkalasini qo'l urish. To'yda ishlab o'tiribman deyapti-yu. Endi esniydi deyapman buni. Opir og'ayni yaxshi borib kelibsan, sog' bo'lgan, omon bo'lgan. Bolalar iloyim etganing kelsa, nimaga yaxshi narsa qilgansan, niyatingga yetgan. Sanam bolalaringni yaxshi to'ylaringni ko'rgan iloyim. Qaytib kelgan. To'ylaringni boshlab yetgan. Pishirib qo'ygan edi yo'qda. Barimizda o'tirgan. Sen shu yerga kelsan. Nima qilasan o'tda? Faqat so'kinmay gapirgan, buni ko'radi ko'pchilik voy. Bularni yo'qdan foydalanmasanda-ya. Aynitga qo'yib qo'yib olasan. Atilabdan qo'yasan. Tanjoning sog' bo'lsin, umring uzoq bo'lsin. Gulnora bilan qo'shganing bilan qo'sha qariga. Iloyim Xudo xolisa yaxshi navara to'ylar qilgin. U yoqda hayotingni Xudo chiroyli qilib bersin, baraka bersin ishlaringga. Iloyim etganingiz. Yaxshi farzandli bersin. Yaxshi navara to'ylar qilishni qizlaringda mana navaralaring bor. Niyatingga yetgin. O'shalarni shu niyatlarga Alloh. Iloyim etganingiz. Muzaffari ko'ryapsanmi? Telefonlashib, havolashib turibsanmi? So'rab salom qo'ying bizning nomimizdan. Xudo xolisa. Har kuni gaplashib qo'yganimda, nima qilishdi, qo'yishdi deb taniydi. Mana salomingni ichiriz. Это тоже можешь yetkazib anaqigan. Yo'raman. Ishlarda qiynalmayaptimi, boshqami? Ertaga ko'radi ular bemalol. Gulnoraga imodan jo'natib qo'yib olayim, ko'raveradi o'zi ham. Shunaqa degan og'aylarim o'yi keldi degan gaplashdi birpas. Xudo xolisa. Mana anaqa Xudo xolisa. kerak bo'pti. Zo'r ashulalarni yozib berish kerak. Muzaffar telefonimga mana. Bitta ashula telefonimda. Muzaffar qancha indiyskiy ashulalari bor edi bu bolani? U yoqda ham bormi-ki? Voy, disklari bor-ku. Mashinada qo'yib beradi bola. Xotin indiyskiga tushib yotishgandir, qanaqa. Hech birini yozaydi, taniydi. Ya, nima yana qilsan? Bor narsa-da. O'sha paytda maktabda o'qiyman. Yosh keling-ku. Qilardi, kompyuterdan yozib beradi. Ana uyda turibdi, o'sha kompyuter pamitida bor hali ham. Bitta qo'shnilaringda Murod xo'ja Nodir degan anaqa qo'shnilarimiz ishlaydi. Kechida shu yerga og'ayniga ketib olmasam, "Ya, Gulnora opam bilan kelmi?" deydi. "Yo'q, Gulnora san qatini deysan. Og'aynim xotini yo'qsan." Kim aytadi? Nodir ukamga dars berganlar, shunaqa deydi. Taksist Murod. Murod xo'ja. Bo'ldi. taniydi. Tanimasa ham Jamila Paliyeva. Ya, Jamil Bamir Hasan aka. Gulnora Amerikaga sovchiligiga borib Taksist Murod deyapti dedi. Voy. Yazini o'qigan ekan. Hamma biladi-yu, o'sha pensiyaga chiqib bo'ldi. Tajribali o'qituvchi bo'lib ko'p qilgandi. Qo'shning paqiy boru. Voy. Voy, jara xarapashib bizga. Voy. Bu o'zi ma'munda Turali bola-yu. Mana shunday bola-ya. Assalomu alaykum. Qutib keladi. Sersalom. Nima nima qatdan pul Super. Voy, buni Gapi qisqasi, Mahmud, men zapisni o'chiraman hozir. Hamma sigaret chakib bor deyman. Mayli, hadi bir pas turib yana yozamiz. G'ofurjon hozir